Choy damlash elektrdan arzon tushadimi yoki gazda? Keling uni hisoblab ko'ramiz. Elektr choynak, ya'ni Tifal, u 2-2,4 kilovat quvvat bilan ishlaydi. Biz uni maksimal 2,4 kilovat quvvatini hisobladik. Bir marta qaynatish 5 daqiqa. Kuniga 4 marta o'rtacha choy damlansa bitta xonadonda 1 kilovat energiya narxi 1000 so'm. Hisoblaymiz. 2,4 kilovat 5 daqiqada 0,2 kilovat soat energiya sarflaydi. Bu kuniga 4 marta bo'lsa 0,8 kilovat soat. Oyiga 30 kunda 24 kilovat soatga yetadi. Narxi 1000 so'mdan bo'lsa 24 ming so'm. Bu oyiga. Gazda choy qaynatish. Bir marta qaynatish 0,03 metr kub gaz sarflanadi o'rta hisobda. Kuniga 4 marta choy damlasak, bu 0,12 metr kub gaz sarflaymiz. Oyiga 0,12 30 kunda 3,6 kubometr gaz sarflanadi. Narxi 3,6 metr kub gazni 1000 so'mdan 3600 so'm bo'ladi oyiga. Bir yilda elektr choynak 288 ming so'm, gazdagi choynak esa 43200 so'm sarflaydi. Farq deyarli 245 ming so'm. Bu videoni tiyinigacha hisoblaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.